Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 23 fevral 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 43 so'm 68 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.212 so'm 79 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.221.279 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.6% ga oshdi. Yevro 51 so'm 19 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.411 so'm 9 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.441.109 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.5% ga oshdi. Rossiya rubli 57 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 52 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.520 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 0.3% ga tushdi. Xitoy yuani 6 so'm 28 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1767 so'm 74 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.767.740 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1.5% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 0 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 56 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7655 Rossiya rubli 96 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 0.9% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.